Ozodlik haykalining og'irligi necha tonnani tashkil etadi? 150. Yo'q, 113. 113 to'g'ri. Nima yer yuzini samodan keladigan meteor jismlar quyoshning zararli ultrabinafsha nurlaridan saqlaydi? Atmosfera qo'lga bo'lsa kerak. To'g'ri. Hammasi bilganmi? Qadimgi Xitoyda pul birligi sifatida nima foydalanilgan? Tanga. Yo'q, Tuz. to'g'ri. Yevropada joriy qilingan yagona valyuta qaysi? Yevromi? To'g'ri. Janubiy Osiyoni shimolda qaysi tog' tizmasi o'rab turadi? Himolay. To'g'ri. Metabolizm qanday jarayon hisoblanadi? Moddalar almashinuvi. To'g'ri. Zo'rmisiz? Ochimisiz? Qaysi materik o'rtasidan janubiy tropik chiziq o'tgan? Avstraliyami? Avstraliya, to'g'ri. 4-sinfda edim. Yoshim 12 da bo'lsa kerak. Qaysi asar shunday satrlar bilan boshlanadi? Chorli qushimi? To'g'ri. Voy. Ana Kichkina o'g'ri qo'ymaysizmi? 1 soatning chorak qismi necha daqiqaga teng? 30 mi? Yo'q. Chorak bo'lsa yarim 30. Chorak? 60 daqiqa bo'lsa. Ha, to'g'ri. Voy. To'g'ri. Bularga qo'ying. Chorak ekan. Bo'ldi, o'yin tugadi. Rahmat. Ishtirokingiz uchun Sahifa.uz nashriyotidan sizga kitob taqdim etiladi. Voy, rahmat. Sizga yetganingiz uchun, Rahmat. yetganingiz uchun.